Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana shu molimiz mana bugun 3 kun 4-kundan beri mana shu ahvolda belini ko'tarib olgan, oyoqlarini bir joyga qilib ishtahadan qolgan. Shu molni bugun oxiri ukollar bilan o'zgarmadi. Oshqozonni ochib ko'rmoqchimiz. Ichidan nima chiqar ekan qani? Oshqozonda nimadir bormi degan gumondamiz. Shogird tayyorgarlik ko'ryapti. Xudo xolasa ko'rsatib boramiz. Endi hali ketsa bo'l. Ammo endi valib kelib qoldi. Hali bor. Bir 3 yil bordi. Hali. Yaxshi kelasan sen. Endi kirib turibdi. Hoppa. Yo'q, katta. Bu mashtigacha sanchilib ham bo'pti-da. O'shancha azob beryapti. Unga 2-3 Yo'q, qattiqsi bu. 2-3 kundan azob beryapti. Yo'q, buni tumog'iga alohida qilib qo'ying. Hech qanday ishlaydi. Har doim qorinda 2 marta tishlaydi. Sardorjon. Panjir ekan bosh rolda. Shogird hamma shetda. Bor. Asilbek akam egasi mana molimiz operatsiyadan chiqdi. Qani u ichidan chiqqan sim? Qani. Mana. Aka qanday taassurotlar? Zo'r. Endi bilamizda o'zgardi. Shunaqa narsa berodingizmi axir? O'zimdaqa yeydi bu. Ha. Molni holatini yana ko'rsatamiz. Oy. Holati yaxshi, ha? Dadilligi zo'r, ha? Ha, yaxshi. Shuncha yoqmaganda yemayaptimi? Mana operatsiya qilgan molimiz bugun 4-kun, ha bugun to'g'ri? 4-kun. Holati zo'r. Ko'z tegmasin.